Ну, конечно же. Qandoq qizimni ko'rmasdan qaytib kelardim Moskvaga. Bizani uy Moskovskiy oblastida joylashgani uchun Moskvaga bormasdan yarim yo'lda tushib qolsa bo'ladi. Где граница получается? Граница пересекать qilganingizdan keyin. Кстати, границаga Qozog'istonga bordim. Вот. Обязательно qizim yoniga kirdim. Детский мирga bordik, но она ничего не хотела. Либо man tanlagan o'yinchoqlarni topishga anaqa qilolmadim. Самое главное перчатки oldik. Yana bir ikkita narsalar oldim. Bu ertalab ko'rishingiz mumkin. O'zinglarni uyinglarda baribir o'zinglarni boshqacha his qilasizlar. Как хотите, так походите degan joyidan. Shunaqa qilib ertalabda kompot ichgim keldi. Oyimlar zo'r kompot qiladilar-da. Xullas, shunaqa qilib suv kompotlarni ichib, Wildberriesga orada borib keldim. Qizim o'yinlarni ekranini urib telefonini talashib sindirib tashlagan ekan, o'shani alishtirdim. Вот, shunaqa qilib Moskvaga qaytib keldim. Kim meni qatdan kuzatyapti? Kommentariyada yozib qoldinglar.